O'simliklar olami turli xil mo'jizalarga boy, ammo bu mo'jizalarni esa sizlar bilan doimgidek Rekfakt ulashadi. Siz turganingizdek, bugungi Rekfaktimizda dunyodagi daraxtlar haqida 5 ta fakt. Birinchisi, daraxtlar hech qachon qariganchilik tufayli o'lmaydi. Ularning nobud bo'lishiga asosiy sabab tuproqning tarkibidagi oziq moddalarning kam bo'lishi, issiqning ortib ketishidir. Yer yuzidagi ba'zi daraxtlar hatto oyda ham bo'lgan. Gap shundaki, NASAning Apollo 14 oyga sayohatida kosmonavtlar oydan o'zlari bilan birgalikda oyning qum namunalarini olib kelishadi va o'sha namunalar orasida urug'lar mavjud bo'lib, o'sha urug'lardan daraxtlar o'sib chiqqan. Hozirda esa o'sha turdagi daraxtlar Amerikada hamda Meksikada juda ham ko'p uchraydi. Kesilgan daraxt to'nkasidagi mana bu kabi belgilar ob-havodan darak berishi mumkin. Agar bu halqalar kengroq bo'lsa, issiq kunlar kelishidan, torroq bo'lsa, sovuq kunlar kelishidan darak beradi. Dunyodagi eng ko'p daraxt turkumiga ega bo'lgan davlat Braziliyadir. U yerda 8,5 ming daraxtni tabiiy ravishda o'sayotganini guvoh bo'lishingiz mumkin. Daraxtlardan chiquvchi mana bu kabi shiralar aslida bu daraxtning o'zini o'zi himoya qilish vositasidir. Bu shiraning hidi ba'zi bir hasharotlarning daraxtga hujum qilmasligidan, uning ta'mi esa hayvonlar hujumidan asraydi. O'simliklar haqida ma'lumotlar juda ham serob, lekin faktlar oz. Shunga qaramasdan Rekfakt ularni sizlar bilan bo'lishadi. Keyingi Rekfaktlarimizda ko'rishguncha, xayr.